O'tgan hafta bo'rini ko'rdim. Xavotir olma, Tom. Men qo'rqmas yigitman. Shunchaki men bilan yur. Men hech narsadan qo'rqmayman. Men chinakam jasurman. Shunchaki men bilan yur. Kechir do'stim. Har kim o'ziga. Qimirlama. Nafas olma. O'lik bo'lib yot. Voy. Bu xavfli vaziyat edi. Lekin senga nima qildi? Ayiq senga nima dedi? Ha, u menga maslahat berdi. Maslahat? Qanaqa maslahat? Xavf tug'ilganda seni tashlab ketadigan do'st bilan aslo sayohat qilma. Xulosa, qiyinchilikka duch kelganingda do'stingning qanchalik yaxshi ekanligini bilib olasan. Do'st kulfatda bilinar.